Assalomu alaykum hammaga, assalomu alaykum YouTube ishqibozlari va bizlarni kuzatib borayotgan hurmatli obunachilarimiz. Hammalaringizga xayrli kech. Bugun yana biz Ziyo Gilam markazidamiz. Videolarimizda xato va kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, hammalaringizdan uzr so'raymiz. Xo'p, orqamizda ko'rib turgan gilamlarning razmeri 3 metrga 4 metr. Muborak Qurbon hayiti munosabati bilan hurmatli biz obunachilarimizga dastlabki xizmatni qilib beramiz, lekin narxni ataga 490 ming so'm qilib beramiz. Buni o'ndan ortiq assortimenti bor. Inshaalloh kelib ko'rib xarid qilishlaringiz mumkin. Razmeri 3 metrga 4 metr, ataga 490 ming so'm. Bu narx o'sha Qurbon hayitigacha amal qiladi inshaalloh. Keyin hamma so'rayotgan yana o'sha ro'zg'orbop gilamlarimizdan bugun 4 tali set qilamiz. Razmerlariga va katsavalarga ahamiyat berib qo'yasizlar. Inshaalloh qayerdandir, kimlardandir arzonroq narx qo'yishga harakat qilyapmiz. Maqsadimiz sizlarga ham katsava jihatdan, ham narx jihatdan arzonroq va sifatli gilamlarni yetkazib berish. Boshladik bo'lsa. Xo'p, birinchi razmerimiz 4 metrga 6 metr. Aytilayotgan razmerlarga va sifatiga ahamiyat berib qo'yasizlar. Kimdir nisbatan qimmat ekan deb yozgan bo'lishi mumkin. Razmerlarga ahamiyat berib qo'yasizlar. 2 ga 3 yoki 3 ga 4 razmerlar qo'ymayapmiz. Razmerlari 4 metrga 6 metr. Orqasi 100% to'qimali bo'ladi. Qoplamali yoki boshqa emas. Mana orqalarini ko'rsating. O'sha o'zimizda ishlab chiqariladi. Orqalari 100% to'qimali. 4 metrga 6 metr. O'rtacha bozorlarda 1.500 ming so'mdan 1.800 ming so'mgacha sotilayotgan gilamni hisoblaylik. Men minimum va maksimum narxlarni aytyapman. Keyingi razmeri 4 metrga 5 metr. Hozir endi yangi hovli qilib chiqayotganlarga ko'proq hovlilarimiz endi 4 metrlik bo'ladi. Shuning uchun endi 4 metrlik gilamlarimizni obzor qilishga harakat qilyapmiz. Keyingi razmerimiz 4 metrga 5 metr. Ranglari seri svetda. Buni ham o'sha orqalari to'qimali. Hozir ko'rsatayotgan gilamimiz bitta firmaning gilami, kassavasi bir xil bo'lyapti. Keyingi razmerimiz 4 metrga 3,5 metr. 4 metrga 3,5 metr. Va 4-razmerimiz 3 metrga 4 metr. Hop, o'rtacha hisoblaganingizda ham o'sha katta 4 ga 6 ni ham, misol 3 ga 4 ni ham suyuq 1 million so'mdan hisoblaganingizda ham, endi 4 ga 6 ni 1 million so'mga hech ketib bermaydi, misol uchun. Men sredniy olib aytyapman. 4 million so'm bo'ladi aslida, misol uchun. Lekin endi tagida 1,5 million so'm, 4 ga 5 ni 1 million 200 ming, 3 ga 4 ni misol 800 ming, 3,5 ga 4 ni ham 1 million 300 ming diametrda hisoblasangiz, 4,5 million, 4 million 800 ming so'mga borib qoladi bu narxlar. Donaga olganingizda biz hammasini bitta jamlab turib, Ziyo Gilam markazida xohlasangiz kelib xarid qiling. Xohlasangiz Farg'ona va Marg'ilon shahar bo'ylab dastavkalarni besplatni qilib beramiz. Boshqa viloyatlarga 200 ming so'mdan 250 ming so'mgacha dastavka xizmati minib bo'ladi. Narxi ushbu ko'rib turgan 4 ta gilamlarning ataga 3 million 350 ming so'm qilib beramiz. Inshaalloh narx-navosi siz o'ylagandan ko'ra arzonroq aytgan bo'lsak, biz videolarimizni yangi ko'rib turgan mijozlarimizga bizga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang va shu ko'rib turgan videoyingizni gilam olaman, qayerda gilam arzonroq va sifatli bor degan tanishlarga jo'natib qo'ysangiz, menimcha manfaatli bo'ladi. Keyin yana bitta narsa, ushbu ko'rib turgan gilamlaringni 4 tasini bizdan 3 million 350 ming so'mga xarid qilsangiz, sizga misol uchun koridor yoki lestnitsangiz bo'lsa, o'sha joyingizga men arzonroq daroshka taklif qilaman. 3 million 350 ming so'mga ushbu ko'rib turgan 4 tali setimizni xarid qilasiz va eni 1 metrlik minimum 60 ming so'mdan 75 ming 80 ming so'mgacha metr sotilayotgan daroshkamizni ushbu ko'rib turgan 4 tali setimizni olgan mijozimizga agar daroshkalarimiz zarur bo'ladigan bo'lsa, ataga 49 ming so'mdan qilib beramiz. O'ylaymanki, siz o'ylagandan ko'ra arzonroq narx aytdim va inshaalloh videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Manzilimiz oxiridan bitta aytib o'taman. Marg'ilon shahar kombinat bozorining ichkarisida. Biz bilan vaqtingizni va pulingizni tejang. Biz siz uchun harakatamiz. Biz uchun ozgina mehnat like bosib qo'ysangiz, shuni o'zi yetarli. Sizlarni Ziyo Gilam bazamizda kutib qolamiz. Hammalaringga xayrli kech, tunlaring osuda va barokatli bo'lsin. Kelgusi kunimizda sizlarni Ziyo Gilam bazamizda kutib qolamiz. Tushunmaganlarga telefon orqali, Telegram orqali lokatsiya tashlab berishimiz mumkin. Hammalaringni Ziyo Gilam bazamizda kutib qolamiz. Rahmat hammaga.